Qalay ketyapti aka ishlar endi? Charchasa bo'lmayaptimi? Zakarlarimiz do'stlarimiz chiqib turibdimi? Mana bu ishlarimiz ishlar yaxshi yuryapti. Zakaslar yaxshi bo'lyaptimi? Zakaslar yaxshi, Xudoga shu mana shu oyda 25-oygacha zakas bor xudo xolasa. Endi hozir qalb ozliklar yana qo'shib beradigan o'xshayapti. Xudo xolasa aka zakas ko'paysin. Xudo xolasa aka ko'ramiz. Nechtalar chiqaryapti kuniga endi? Hozir kuniga 300 ta, mana o'zi bergan qalbash 25 ta. Bravo. Baravar bo'lyapti hozircha. Endi shu yana qo'shmasak bo'lmaydigan bo'lyapti. Xudo xolasa Yana yaxshi aka, g'ishtlar sifatlari qanaqa bo'lyapti? O'sh sifati zo'r, shu edan ko'rishib o'tgan safar ham savdoga qo'yib bergan edim. Yaxshi ko'rishib kelishyapti. Yoqtirishib olishyapti. Boshqa yerlardan olishmay mana mashinadan kelib olib ketishadi. Zakaz hammalar aka ummat bergan narsalarimizni xudo xolasa ko'nglingiz to'ldimi? Rahmat, xudo xolasa hammasi yaxshi. Bo'ldi aka, xudo xolasa bo'lmasa ham xorxona qo'shib chiroyli qilib chiqazamiz. Xudo xolasa. Ishlarga rivoj. Gazoblok tayyor bo'lgandan so'ng mana shu holatda o'zi avtomatik versiyada kesadi. Usta Farhodjon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalay, charchamaysiz? Xo'p, bu yerga o'rnatib berdingiz va hozir mana faoliyatga olib borishyapti. Xudo xolasa holat ketyapti. 25 ta qolipimiz bilan bu yerda 300 dona chiqarishyapti kuniga. Aha. Reskamizda, avtomatik reskamizda kesilish jarayonlari Qanday bo'ladi? Buni ko'rib o'zimiz o'rnatgan, o'zimiz ustanov qilgan relasidan tortib qolipigacha hamma yo'lni o'zimiz ustanov qilgan xudo xolasa. Chunki o'zimiz ustamiz, o'zingiz bilasizmi? Ko'rgansiz, boshqargansiz. Kesilish jarayonlari endi bu juda ham standarti bo'yicha 60 ta 20 30. 20-30 oldik. Abishni endi o'zimiz. Talablardan kelib chiqib, uni misol uchun katta kichik qilinadi. Buni aytilishi 4 xil razmer bor. Reskamizda 10, 12,5, 20, 15 shunaqa razmerlar bor. Aytilishi. Endi xohlaganlar 25 kesadi, xohlaganlar 30, xohlaganlar 35. Qirq u xohishlarga qarab. Mana ko'rib turganingizda boshlaganimizdan beri mana 20-30 sekund ichida xudo xolasa kesib bo'ldi 12 dona rasmimizni. Rushnoy bilan farqi shunda endi. Shunda. Ha, endi hozir kesilish jihatlarini ham ko'rasiz, ishni ham, holatlarini. Bu yerda sistema shundayki, bu yoqdan quyilib, pishib kelib, bu yerda reskadan o'tib va u yog'iga aylanib mana shunday ketib boraveradi. Bu ushbu biznesning afzallik taraflari bezatxodniy biznes deyiladi. Ya'niki, qirg'oqlardan chiqqan mana shu holatlari ham ertagiga o'ziga bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ana shuning uchun qo'rqmasdan sizlarga tavsiya beraman. Siz gazoblokdan uy qursangiz ham utiplik bo'lgan bo'ladi va juda ham oddiy rodbin yoki kafilniklar bilan siz bemalol undan keyin xohlasangiz aboy, xohlasangiz u yog'iga travertin, xohlasangiz boshqa ishlarni ham qilishingiz mumkin. To'g'rimi? Ham ustani kam ishlatadilar, ham foydani ko'p qiladilar. Tayyorlab chiqib ketadi. Xudo xolasa, mana bir kunda yoz kunlarida, ya'ni kun isigan sari, kun uzaygan sari 2 marta bemalol chiqarish imkoniyatiga egasiz. Endi qish kunlarida bir marta quysangiz ham o'zi o'tda qolib bo'ladigan bo'lsa, normal ham bo'lib qoladi. Endi bir kesilishlarni ko'rsa mana. Kesilishlarni ko'rsatib qo'ying. Mana Qaramlar ham o'z joy-joyida bo'ladi. Avtoklavni qanaqa kesadigan bo'lsa, xuddi o'shaqa kesadi kesilishlarni. xuddi o'shanda kesib beradi, xudo xolasa. Xolasa. Xo'p, ko'rib o'tadigan bo'lsak, buni hozir dimlaymizmi aka? Ha, dimlaymiz. Dimlaymiz va bu jarayon endi davom etaveradi. Endi Farhod aka, keling, bularda bitta qancha bir kunga chiqarishyapti va qancha foyda qilishyapti. Bular haqida biroz gaplashib o'tdik. Endi aka ishimizda 25 dona qolqi bor hozir bu yerda. Boshqa 20 tonna chiqqan. 20 tonna. Keyin 5 dona qo'shishgan, 25 dona qoldi. Baraborta aylantirishyapti, 300 dona g'ish chiqarishyapti. 200 dona g'ish chiqyapti. Endi 300 dona g'ishimizdan 5000 so'mdan beri sredniy 4000 so'mdan hisoblasak ham sof foydani. Bu sof foydasi o'sha qumi, sementi, o'sha aytilgan narsalari qo'shiladigan pigmentlari hammasi ichidan chiqib ketdi. Haqqidan ham. Haqqi, to'ki, hamma yog'i chiqib ketdi. Ana shunda boshlash uchun necha kvadrat metr joy bo'lishi kerak?
endi kvadrat metrni hisoblaydigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bu O'rtacha. 8 metr, bu yog'iga 20 metr joy qilingan xolos. 20 Hozir metr endi u yoq bu yog'i bilan bunday hisoblaydigan bo'lsak, 2 sotik, 3 sotik. bemalol. Agar kattaroq joyingiz bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi. Xo'p, kuniga 300 ta hisoblaganimizda ham bular bir mahal ishlayapti-ku. Bir mahal. Ko'proq g'ishga sifatli beryapman, o'zida qursin deyaptilar, to'g'rimi? Bir kunda 2 mahal ham ishlab chiqarsa bo'ladi bemalol. Chunki yorug' joyga joy qiladigan bo'lsangiz, ya'ni quyosh tushadigan joyga bemalol bu reskadan chiqqandan keyin 2 soatdan keyin avtomatik almashtirish imkoniyati Bemalol. Bizni farg'onalik klientlarimiz 2 marta, 3 marta aylantirayotganlar. 2 martagacha ham. Ertalab ozondan kechqurungacha. Farg'onani bu oyda birinchi boshlaganlarimiz bor. Ular ashlab 3 Ular o'zi martagacha. havosini olib olishdi-da. Zo'r. Xo'p, 300 ta g'ishimizdan o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, 4000 so'mdan eng kamida foyda bo'lganda ham 1,200 so'mdan baho. bu yoq bilan $100 kuniga foyda. $100 kuniga. Endi hozir bu akamiz 25 ta qolib, g'ish yetkazib olmayapti. Aytib o'tganda videoda ham 20-25gacha klientim bor. Yana qolib qo'shadigan bo'lsa, hozir yana 5 ta qo'shsa, 30 ta qolib 360 tadan keladi. Albatta. 4000 so'mdan hisoblasangiz yana qo'shilaveradi. Bu biz eng minimalida hisobladik va sizlarga xudo xolasa undan ham ko'p qolishi mumkin bo'ladi. U yog'i endi o'zingizda texnikangiz bo'lsa, joyingiz misolcha arenda bo'lmasa, hop tokingiz yaxshi bo'lsa va bemalol ya'niki ishchilar bu yerda qarindosh urug'ingiz yoki akangiz, ukangiz sizga podдержкаga turib berishadigan bo'lsa, yana ham bu yog'i sizga ko'proq foyda keltirishi mumkin bo'ladi. Ya'niki bitta qozonga tushadigan aka-ukalarimiz bor, misol uchun bitta qozon. Shu 4 ta aka-uka bo'lsa, 4talasini bitta joyga tushadi, ana undan keyin qolganlarga tarqaydi. Agar unaqa variant bo'ladigan bo'lsa, siz uchun aynan ushbu hisob-kitoblar bu sizga kamlik qilib qoladi. Xudo xolasa, hozir yana 5 ta zakaz qilaman deyaptilar. Yana 5 tadan keyin u yoqni yana davom etamiz deyaptilar. Xo'p, bu issiqda ishlaydigan, ha? Issiqda ishlaydi, issiq suvda va issiqda ishlaydigan. Endi u kompleksiyalarni ko'rsatsak, shalkalarni, ana sistemalarni. Bu hozir tayyor olib o'rnatib berdingiz-a bu yerga? Tayyor o'rnatib berganmiz. Direktor odamlar video ham olib ketyapti, yerda boshqa bo'lyapti. Realniy o'zimiz relsigacha, shalkalarigacha hamma yo'lgacha o'zimiz olib kelib o'rnatganmiz bu yerga. Haqiqiy ustasi o'zimiz Xudo xolasa. O'zingiz mahsulotingiz. Ha, endi oling seximizga sklashga olib borib ko'rsatamiz. Restoranlarda Valla. O'zimiz yasagan mahsulotlar hammasi. Xo'p, bu yog'ida to'lig'icha narxlarini sizga aytib o'tib ketamiz. Qolib narxlarini hammasini xudo xolasa sexdan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda suv-bachokda 1 tonna, 2 tonnalik bor. Boshqa endi hali qolib ko'proq olgan hisobiga talabga binoan boshqalarda 2 tonnalik berganmiz. Eng muhimi aka, asha jicha narx qo'shsa ham menga yana mukammalroq bo'lsin degan maqsadda o'zi 60 gradusga chiqqanda avtomatik hamma yo'q uzib qo'yadigan anaqalarga o'rnatib. Uylardan o'rnatishdi. Oo, datchiklar, ya'niki ushbu datchik o'sha 60 ga chiqdimi o'chiradi avtomatik, tok transportini kamaytiradi bu narsa. 60 ga chiqishiga avtomatik uzadi hammasi. Bu albatta siz uchun ishlaydi. To'g'ri, boshida jicha pulni ko'proq tiqasiz, lekin bu yog'iga siz uchun xizmat qiladi. Ertaga qaynab, bittasi qaramay qopti degan bo'lmaydi. Haligi aybni o'zingizdan qidirishingizni to'g'ri kelib qoladi. Xodamingiz baribir beparvo, sizning pulingizga boshqasiga u kunligini tushunib olsa bo'ldi. Xo'p, bizga o'sha oddiy narsalar, asosiy sement, un, alyumin pudra, kalsiy, soda asosan chiqargan. Ana shular, ha, endi hammasi O'zbekistonda bor, hamma yo'q. Hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor. Talabga qarab, qaynaqa chiqarib ber desa, o'sha retseptni berib chiqarib beramiz. Xo'p bo'ladi. Demak, agar sizga talab kattaroq zdaniya yoki uylar bo'ladigan bo'lsa ham, mana bemalol buni chiqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'niki, ularni o'sha ichiga qo'shiladigan narsalarni ko'proq qo'shib berasiz. Xudo xolasa, undan ham zo'r bo'ladi. Xo'p, bu yog'iga bemalol mana aloqaga chiqinglar va mana shunaqangi sizga gazoblok ishlab chiqarish biznes hozirgi kunda juda ham trendda va albatta ushbu biznesga o'zim ham qiziqaman. Va polister blokka ham mabodo qiziqmoqchi bo'lganlar videoning davomida sizlarga narxini sexdan ko'rsatib o'tamiz. Barchasi kattakon rahmat. Bo'lmasa biz bilan bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar.